Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Aziz opa-singillar, tongingiz xayrli bo'lsin. Bugun yana sizlar bilan ekran orqali ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Bugungi sana 9-fevral, hijriy sanada 21-Sha'bon oyi, 1447-hijriy yildir. Bugungi videomizda mana barcha viloyatlar uchun namoz vaqtlarini joylab qo'ydik. Marhamat, foydalaning. Allohim namozlarimizni o'z vaqtida ixlos bilan ado etadigan solih bandalardan qilsin. Dunyoda halol rizq, oxiratda o'zing rozi bo'ladigan jannatingni nasib etgin Allohim. Allohim, namozlarimizni qabul et. Qalblarimizni zikring bilan tiriltirgin. Qadamlarimizni to'g'ri yo'lda sobit qilgin. Kunlarimizni tinchlik va baraka bilan to'ldirgin. Aziz opa-singillar, like bosamiz, videoni do'stlarimizga, yaqinlarimizga ulashamiz. Chunki bu like bosish, ulashish insonlarga, musulmonlarga kengroq tarqalishiga sabab bo'ladi, videolarimiz tarqalishiga. Like bosish bu sizlardan pul talab qilmaydi. Bizga pul olib kelmaydi. Videomiz kengroq tarqaladi. Shuning uchun like bosib tarqatib boramiz. Marhamat, jadvaldan foydalaning. Namozlarimizni to'kis ado etishlardan qilsin Allohim. Xonadonlarimizga qut baraka, fayzi baraka, tinchlik, omonlik, xotirjamlik bo'lsin. Hamisha yaxshilik kunlar bo'lsin Allohim. Keyingi videolargacha ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar.